Hamma narsasini olib keldim. Hozir taqillatib bemalol uyimga ham ketaveraman. Nima ertalabdan kim taqillatyapti yana? Aytgancha zakaz berib qo'ydim, o'shani olib kelgan bo'lsa kerak. Shuni olib kelibdi, mana. Yaxshi. Hamma narsasi bor, juda yaxshi. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan mana shu do'stlar. Bugungi videoda biz o'zimiz Almazli, ya'ni olmosli magazin ochamiz. O'shanga narsalar zakaz berib qo'ydim. Buni olib sal nariroqqa qo'yib qo'yamiz. Hozir buni mana shu yoqqa qo'yib qo'ysak yetadi, to'g'ri. Endi ichidagi narsalarni olamiz. Mana hammasini inventarimga solib oldim. Qaranglar, juda zo'r narsalar olganman. Mana hammasi olmosdan. Mana kallacha ham voqea zo'r turadi. Endi hammasini qurishni boshlaymiz. Hozir mana bu narsachani olamiz. Endi buni bu yoqqa qo'yamiz deganda, mana shuni sindirib tashlash kerak. Buni olib o'rniga olamizda sindirib tashlaymiz. Endi boyagi narsani olib, yarim blokchalarni olib bu yerga qo'yamiz va mana bu taxta joychani ham qilib tashlash kerak, sindirib tashlash kerak. Mana yerda taxtali joy bor. Shuni ham sindirib tashlaymiz. Yaxshi, hozircha zo'r ketyapti. Hali qurmagan bo'lsak ham zo'r bo'ladi deb o'ylayman, umid qilaman. Rosa ko'p anaqalarimiz, almazli narsalarimiz bor. Hammasini sotib olamiz. Yaxshi, endi boyagi yarim blokchalarni olib bu yerga qo'yamiz. Hamma joyini o'rab chiqish kerak shunaqa qilib. Endi bu yerga ham qo'ysak bo'ldi. Endi mana buni olib mana pastiga ham qo'yib qo'yish kerak. Qo'yamiz, bo'ldi. Endi mana bu yog'och. Qarang, bir narsani tepaga shunaqa qilib qo'ysak chiroyli turadi. Ana, zo'r turdi. Endi mana bu ramkachalarga hamma joyiga qo'yib chiqamiz. Va buni bu yoqqa ham qo'yib qo'ysak ham yaxshi bo'lardi, ko'rinib turadi, yaxshi bo'ladi. Deb qo'yib qo'yamiz, farqi yo'q, ko'rinsa bo'ldi. 64 ta olib kelibdi, menimcha ortib qolsa ham kerak. Bu yoqqa qo'ysak, tashqariga ham qo'yaveramiz. Bu yoqqa narsalarni qo'yib chiqaylik, oxirida tashqariga qo'yamiz. Buni qo'yamiz, yaxshi. O'zi ham rosa ko'p narsa zakaz qilibman-da, buni ham yechib olaylik. Buni qo'yamiz, o'zim boltamni qo'yaman, chunki ularni o'zimga zakaz qilganman. Qalqon nimaga kiyib oldim men? Mayli, hozir baribir yechaman. Mayli, yechamiz. Buni ham sotaveramizda, qaysidir joyga sotamiz. Olamiz. Buni ham qo'yib qo'yamiz. Yaxshi. Bu g'alati turib qoldi. Mayli. Endi buni ham olamizda. Bosamiz. Qiyshayib qoldik. Hozir to'g'rilab qo'yamiz. Mayli, tursin baribir. Olgandan keyin yo'q qoladi. Olgandan keyin bo'laveradi, farqi yo'q. Bo'ldi. Mana qo'yamiz. Buni bu yoqqa. Ozgincha ortib qolganlarni tashqariga qo'yamiz, o'g'irlab ketmasa kerak endi. To'g'rimi? O'g'irlamaydi. Buni ham bu yoqqa qo'ysak bo'ldi. Hammasini qo'yib oldik. Endi 43 ta ortib qolar ekan. Mana bu nima bu? Hozir ko'ramizda. Olamiz. Oddiy qilichcha bo'lsa kerak. Diamond bo'ldi, buni ham qo'yib oldik. Endi buni menimcha kam narsa qoldi. Buni bu yerga qo'yib qo'yamiz. Mana buni sodni va bu yerga olmozni qo'yib qo'yamiz. Endi nimalar ortib qoldi? Buni bu yoqqa nima qo'ysak bo'ladi? Endi ikkitami narsacha ortib qoldi. Buni yo'q, bu yoqqa qo'yib olmaydi. Pechkani ichiga solib qo'yaylik. Zo'r bo'ladi.
birontasi oxirgisiga berib yuboramiz. Oxirgisiga yoki syurpriz qilib berib yuboramiz. Bir narsa qilamiz, короче. Endi buni almashtirib qo'yibman. Bu o'zimni qilichim-ku. Mayli. Endi ichkaridan o'zim notebookimni ham olishim kerak. Qolganlarini yozib qo'yamiz. Bu kerak bo'ladi. Bularni yozib qo'yamiz. Endi o'zimni notebookimni mana uni qo'yib olgandan keyin olaman. Buni mana shu yoqqa qo'ysam bo'ladimi? Ichkariga qo'ying. Yo'q. Bu yoqqa qo'yamiz. Sindirib olaylik. Mana shuni devorga yopishib turmaydimi bu? Devorga yopishib turganda zo'r bo'lardi. Yo'q, yopishib turmas ekan. Mayli, yerga qo'yib qo'yamiz endi. Mana shu yoqqa qo'ysak, xush kelibsiz deb yozib qo'yamiz. Inglizchasiga bo'ldi. Yaxshi, zo'r turdi. Endi ichkaridan notebookimni olib kelsam ham bo'ladi. Ichkariga kirib notebookimni olib olaman. Ana bo'ldi. Yotadigan joyim olmasam ham bo'ladi. Mana shu yerda o'tiraman-da. Buni mana shu yoqqa qo'yib qo'ysak zo'r bo'ladi. Endi men o'zim tashlab ozgincha dam olib olaman. Bu magazin ochiladimi o'zi? Nima? Yo-mayo, jitellar ko'p. Qani nari, yo-mayo, butun qishloqdagi jitellar kelibdi. Boshqa qishloqlardan ham kelganmi? Yo-mayo, bro, vashi ko'p. Bro, sizga nima kerak? Mayli. Umuman tugamaydi menimcha bular. Necha yil bularning narsasini beraman. Yo'q. Mayli, ketaraylikchi. Lekin juda ham ko'p ekan, o'chirib vashi bo'lib yotibdi. Shuning uchun tezroq ishimizni qilishimiz kerak. Qochinglar, qoch. Bo'ldi. Mana yaxshi. Sizga nima kerak? Yotoq bering. Mana sizning o'sha yotog'ingiz. Endi sizga-chi? Qalqon kerak menga. Xo'p, mana qalqon. Hozir. Yo'q, mana. Sizga mana shu narsa kerakmi? Ha, kerak. Bo'ldi, hozir. Mana. Do'stlar, vashi ko'p jitellar kelgan ekan. Bunchalik bo'lib ketadi deb o'ylamadim. Mana sizniki. Shin do'stlar, vashi ko'p jitel, do'stlar, bir amallab hammasini narsalarni beramiz endi. Buni olib olamiz. Mana jitel sen so'ragan narsa. Menga bolta bering. Mana bro, sizni boltangiz. Men ushlang. Bo'ldi, xayr bro, kelib turing. Do'stlar, mana hamma narsani sotib oldik. O'zi ham juda ko'p jitel kelibdi. Do'stlar, hammaga rahmat. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sizlar bilan men o'sha Chester